Ishqilib qaynanang orqamdan gapirmadimi? Ha, qovatim shu qilib yuribdilar. Ish qilib, o'g'illariga chaqimchilik qilmasalar bo'ldi endi. Qani g'ing desinchi, nima qilarkinman? Unda uyga ketaman. 1-2 kun uyda bo'lmasam, o'zlari borib kelishadi. Nima? Bekorlarni 5 tasini yebsan. Shuncha mebellarni nima ularga qo'yib kelasanmi, a? O't-bo'tin qilib qo'ysa nima bo'ladi? Oyi, unda nima qildingiz? Ozgina sabr qilasan. Agar haddilardan oshsa, o'zim mashina bilan borib, yuklab olib kelaman hammasini. Ana o'shanda ko'rishadi nima qilish kerakligini. Ajrashamanmi oyi? Balkim hammasi iziga tushib ketar. Men ham shu dasturxon o'lguri ko'zlarini yonida solib qo'ymaymanmi? Voy. Esingni yeb qo'yganmisan? Tavba qildim. Qo'y siqilma. O'sha dasturxonni o'zim olib beraman. Bildingmi? Yo'q, ikkilanib qoldim-da. Nima? Nima ikkilanasan? Alo. Qo'yib qo'ydimmi? Alo? Voy.